Tatyana bariatrik jarrohlik g'oyasiga qanday kelganingizni ayting. Uni qaysi yili o'tkazdingiz? Nima hissi qo'shdi? Sizga bu fikrni nima berdi? Bariatrik jarrohlik natijasida nimaga erishdingiz? 2019 yil aprel oyida bariatrik jarrohlik amaliyotini o'tkazdim. Aniqrog'i, men ushbu operatsiya bo'yicha yordam so'rab, shifokorlarga murojaat qildim. Menda meni bypass qildim. Meni turtki bergan sabablar: vazni 98 kilogramm, deyarli 100 Demak, sabablar bor. Buning bir qancha sabablari bor edi. Birinchidan, menda allaqachon insulin qarshiligi bor edi. Bogimlarim, tizzalarim va sonlarim og'riy boshladi. Men yiqila boshlaganimni his qildim. Men uchun uzoq muddatda sog'lom bo'lib olishni xohlardim. Men o'g'lim 20 yoshda ekanligini tushundim. Men sog'lom, quvnoq bo'lib olishim kerak. Zudlik bilan o'zimga g'amxo'rlik qilishim kerak edi. Bo'ldi, qandaydir chegaraga erishildi. Vaqt mana shunday. Undan tashqari men hayz ko'rish bilan bog'liq muammolarga duch keldim. Ya'ni bu ham uzilishlar boshlandi. Men endi kuta olmasligimni angladim. Toza, siz biroz ortiqcha vaznga ega bo'ldingiz. Balki men shunchaki sport bilan shug'ullanishim va qattiq diyetaga rioya qilishim kerakmidi? Nega bariatrik? Men sobiq fitness murabbiyman. Men uchun ham xuddi shunday fitness menga yordam bermadi. Afsuski, endokrinologlarga tashrif buyurish ham menga yordam bermadi. Metformin. Men bularning barchasini boshdan kechirdim. Ko'rinib turibdiki, insulin qarshiligi o'ziga xos doiradir. Unga kirganingizdan keyin bariatrik jarrohliksiz chiqish qiyin. Men o'zim uchun boshqa yo'l ko'rmadim. Men ko'p narsalarni sinab ko'rdim. Siz tasodifan endokrinologingizga bariatrik jarrohlik qilishni rejalashtirayotganingizmi aytdingizmi? Yo'q. Ma'lum bo'lishicha yo'q. Negadir vaqt o'tib, shaharlarda ham yo'llarimiz ajralib qoldi. Bariatrik operatsiyadan keyin siz unga tashrif buyurdingizmi? Men shaharni butunlay tark etdim. Hozir u Moskvada, men Saranskdaman. Qanday bo'lmasin, yo'llarimiz ajralib ketdi. Operatsiyaning o'zi bilan qanday kurashdingiz? Bu haqdagi his-tuyg'ularingiz og'irmi, yengilmi? Men uchun hammasi ajoyib ketayotgan edi. Buni qilish kerak, men hammaga buni qilishni maslahat beraman. Men juda oson tuzaldim. Qo'rquv ehtimol boshqalarniki kabi edi. Siz allaqachon operatsiya xonasiga yaqinlashib, nogironlar aravachasidan sakrab, so'nggi daqiqada qochishga tayyor ekanligingizdan qo'rquv bor edi. Bo'lgandi. Lekin buni qilganimdan bir soniya ham afsuslanmadim. Operatsiyadan keyin menda jiddiy asoratlar bo'lmadi. Umuman olganda, men baxtliman va men qanday qilib ilgari bu erga kelmaganim haqida o'ylayapman. Bitta fikr bor, nega oldinroq emas? Siz 30 kilogrammni tashlaganingizda oilangiz nima dedi? Mayli, baxtli. Menimcha, bolalar ham onalarni avvalgidan ko'ra go'zalroq ko'rishdan xursand bo'lishadi, albatta. Shunday qilib, 2 yil yoki 1 yil ichida siz 30 kilogrammni yo'qotdingiz. Va sizning umumiy hayotingiz yaxshilangan, ijtimoiy, jinsiy, hayot yaxshilangandan tashqari qanday o'zgarishlar yuz berdi? Tashqi ko'rinishingizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Nega biz siz bilan keyinroq muntazam ravishda muloqot qila boshladik va operatsion xonada uchrashadigan bo'ldik? Xo'sh, vazn yo'qotishda qandaydir o'zgarishlar bo'lishi bilan, o'sha euforiya ham asta-sekin pasaya boshladi. Chunki men ko'rdimki, tanam ham bo'shashib, hammasi asta-sekin o'zgarib ketdi. Eng avvalo, meni eng ko'p bezovta qilgani bu qorin edi. Chunki qorin juda gamgin fartukdek osilib qoldi va birinchi navbatda tuzatmoqchi bo'lganim ham shu edi. Shunday qilib men sizga abdominoplastika uchun keldim. Qorindan tashqari yana qaysi muammoli sohalar bor edi? Qorindan tashqari. Umuman olganda, muammoli sohalar deyarli butun tanada paydo bo'ladi, lekin ularning barchasini bir vaqtning o'zida hal qilib bo'lmaydi. Va qandaydir tarzda birinchi navbatda nima muhim edi? Ya'ni birinchi navbatda abdominoplastika bilan bir vaqtda biz qo'l plastik jarrohlik masalasini ham hal qildik.
Bizda ham braxioplastika bor edi. Mening qo'llarim ham biroz osilgan edi, lekin men ularni bu holatda qoldirishni xohlamadim. Xo'sh, agar ular biroz sarkma bo'lsa, biz buni qilmasligimiz kerakmi? Bu kerakmidi? Kerakli. Bu zarur edi. Va keyinroq paydo bo'lgan chandiqlar. Chandiqlar. Ularga allaqachon ko'nikib qolganman. Qanday bo'lmasin, har qanday daqiqada men o'zimga nafis, chiroyli tatuirovka qilaman yoki uni go'shtli tatuirovka bilan to'ldiraman va men uchun hamma narsa ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni sezilarli darajada vazn yo'qotgan bemorlar uchun shunchaki vazn yo'qotish yetarli emasligi ma'lum bo'ldi. Bundan keyin albatta tanani shakliga keltirish kerak. Albatta. Va ikkinchi muhim nuqta, ma'lum bo'lishicha, siz uchun chandiqlar emas, balki yaxshi, chiroyli figura konturiga ega bo'lish juda muhim, shunday emasmi? Xo'sh, birinchi navbatda nima bo'ladi? Chandiqlar yo'qmi yoki yaxshi kontur va chandiqlarga ega bo'lishmi? Yaralar bo'lsin, lekin chiroyli kontur bo'ladi. Men 3 chorak yengni mukammal kiyishim mumkin va hech kim mening chandiqlarimni ko'ra olmaydi. Va hammasi yaxshi. Ammo ko'ylak juda mos keladi. Ha, albatta. Yelka yengga mos tushadi. Abdominoplastikadan keyin o'zingizni qanday his qilganingizni aytib bering. Ko'pchilik bu operatsiyadan juda qo'rqishadi. Chidash qiyin, og'riq juda qattiq, undan tuzalib ketish qiyin deyishadi. Keyin his-tuyg'ularingiz haqida bizga xabar bering. Sizga kontur qanday yoqadi? Qorin old devorining konturi bilan bog'liq muammolar bormi? Ammo men sizning abdominoplastikangizdan mamnunman. U yerda hamma narsa yaxshi, menda ajoyib tikuv bor. Xo'sh, qanday muammolarni eslayman? Bilasizmi, men biron bir muammoni eslay olmayman. Men shifokorlarning barcha tavsiyalariga amal qilganimni eslayman. Ular menga qochib o'tishni aytishi bilanoq qochib ketdim. Men sekin-sekin yurdim. Keyin zinadan yuqoriga chiqdim. Abdominoplastikadan keyingi 3-kuni men kuniga 5 marta zinapoyaga chiqdim. Xo'sh, asta-sekin, lekin albatta. Men Yakutskda ekanligimni bilardim. Men bir haftadan keyin uchishim kerak va hozirgacha deyarli skripka chalayotgandek tayyor bo'lishim kerak. Va o'zingiz oldinga boring, haydab uching. Xo'sh, shishib ketganda va hamma narsa tuzalib ketganida zavq ajoyib edi. Xo'sh, albatta. Ha, hammasi biz uchun juda yaxshi chiqdi. Chunki kiyim o'lchamlari o'zgaradi. Siz qandaydir o'rnatilgan ko'ylakni sotib olishingiz mumkin. Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan narsa. Ha, albatta men bariatrik guruh bilan fotosuratlar bilan bo'lishdim. Bu hammaga juda yoqdi. Ishning natijasi umuman olganda har juda yuqori edi. Bu safar sizni bizga nima olib keldi? Xo'sh, endi davom etaylik. Endi oyoqlar keltirildi. Albatta sonning ichida, eng ko'p tizzadan yuqorisida, tizzaning ichida teri ham o'sadi. Qanchalik qalbimdagi bu holatga kelishga harakat qilsam ham, men bunday yashashni xohlamasligimni va buni qilishimni angladim. Rostini aytsam, qorin bo'shligini to'ldirishdan ko'ra bu operatsiyadan ko'proq qo'rqardim. Xo'sh, men bilmayman. Umuman olganda men bu yerda estetika bilan ko'proq shug'ullanardim. To'g'risini aytsam, erim sonning ichiga kirib ketadigan choklar kabi buni qanday qabul qilishini bilmasdim. Men bundan juda xavotirda edim. Keyin bir payt men u bilan ochiq suhbatlashdim. Bir oz vaqt topdim va suhbatdan keyin tinchlandim. Hammasi shu, ular menga qandaydir ruxsat berishdi. Ular, bu sizga kerakmi? Davom etishga ruxsat. Jismoniy jihatdan jarrohlik amaliyotini qanday his qildingiz? Abdominoplastikadan ko'ra qiyinroqmi yoki osonroqmi? Bu qanday his qiladi? Xo'sh, men uchun bu og'riqli hislar nuqtai nazaridan oddiyroq bo'lib tuyuladi. Ha, Natalya Semyonovna. Ammo yagona narsa shundaki, ular bir vaqtning o'zida tomirni olib tashlashdi va tomir olib tashlangan joyda, ha, men buni o'sha yerda og'riqli doglarni his qilaman. Mana tizzada. Ammo umuman olganda o'zimni yaxshi his qilyapman. Ma'lum bo'lishicha, operatsiyadan bir kun o'tgach, men birinchi kunida yurganman va bir kundan keyin men allaqachon barmoq uchlari bilan erga egilib, bu holatda muzlashim va hatto zavqlanishim mumkin.
Aytingchi, bugun operatsiyangiz qaysi kuni? Demak, bugun dushanba. Bugun chorshanba. Ertalab 2-kun. Ha, bugun meni uyga yuborishadi. Sizga kompressorli kiyim kiyish qulaymi? Ha, men uni allaqachon sevaman. Chunki bir necha marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan har bir kishi kompressorli ichki kiyim bizning birinchi yordamchimiz ekanligini biladi va biz usiz qilolmaymiz. Bugun sizga og'riq qoldiruvchi vositalar kerakmi? Rostini aytsam, yo'q. Rostini aytsam, yo'q. Bu yetarli darajada qulay his qiladimi? Ba'zi kichik daqiqalar bor, albatta shunday emasmi? O'rningdan turib o'tirsan, lekin shunday deylik, og'riq qoldiruvchi ukol qiling. Yo'q, bunday narsa yo'q. Vaholanki bizning bemorimizga nafaqat sonning medial yuzasida plastik jarrohlik amaliyoti, balki orqa qismini keng liposaksiya va sonlarning keng liposaksiyasi ham amalga oshirildi. Operatsiya birlashtirilgan bo'lib, nafaqat son plastik jarrohlik, balki juda keng ko'lamli operatsiya bo'lib, u o'ng pastki oyoqning flebektomiyasi bilan ham to'ldirildi. Va endi u bugun o'zini yaxshi his qilmoqda. Biz uni uyiga jo'natishimiz mumkin. Aytish kerakki, biz bemordan Moskvada kamida yana 1 hafta, 10 kun qolishini so'raymiz. Shunda biz sizning yaralaringiz yaxshi ekanligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Ayniqsa bizni qattiq tashvishlantiradigan joy bu qo'l sohasidir. Chunki bu joy qo'ltiq osti kabi. Ha, u yerda haddan tashqari terlash bo'ladi. Shuning uchun chok chizigining yemirilishi ehtimoli bor. Lekin shunga qaramay, Tatyana hammasi yaxshi, hamma joyda butunlay quruq. Choklarning tutashgan joylari tirik, pushti rangda, hech qayerda ko'karishi yo'q. Biz bundan juda mamnunmiz. Shish minimaldir. Umid qilamizki, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Shu 10 kundan keyin esa sizni xotirjamlik bilan uyingizga jo'natamiz. Yaxshi. Katta rahmat, Nataliya Semyonovna, rahmat.